Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan aziz tomoshabinlar. Bugun O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 19-dekabr uchun xorij valyutalarini so'mga nisbatan qiymatini e'lon qildi. Bunga ko'ra, 1 AQSh dollari avvalgi narxidan 38 so'mga arzonlashib 12.021 so'mni, 100 dollar esa 1.202.000 so'mni tashkil qiladi. Yevro kursi esa bugun 36 so'mga arzonlab 14.092 so'mni tashkil qilmoqda. Endi Rossiya rubliga e'tibor qaratamiz. Bugun 1 rubl 150 so'm 44 tiyin, 1000 rubl esa 150.440 so'mga teng. Har kuni yangilanib boradigan kurslarimizdan xabardor bo'lish uchun va bizga yordam sifatida kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Do'stlar, shu videoda obuna bo'lgan va like bosgan birinchi 5 ta obunachiga 60 rubldan, xohlasangiz klik, xohlasangiz paynet qilib tushirib beraman. Obuna bo'ling va mana shu Telegram manziliga yozing.